Assalomu alaykum, hurmatli Iman kompaniyasi sheriklari hamda investorlari. Biz efirimizni boshladik. Xudo xolasa bugunga juda ko'p yangiliklar tayyorlab qo'yganmiz. Biz yaqinda Imanum Gold hamjamiyatini rasman ishga tushirdik. O'tgan yanvar oyini natijalarini aytib o'tmadik. 1.92% kompaniyani foydalilik ko'rsatkichi bilan yanvar oyini yopdik. Bu investorlarni sherikchilik ulushiga qarab hozirgi kunda 1.60 dan adashmasam 1.80 gacha oralig'ida ularning olgan sof foydalari bo'ladi. Bizda yaqinda yangi tariflar e'lon qilinadi. 4 ta segmentga bo'linadi. Birinchi segment bu oddiy standart, keyingisi Gold, Premier va Private segmentlarida, xudo xolasa yaqinda surpriz bo'lsin, ochilgandan keyin ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Iman kompaniyasi sheriklari hamda investorlari. Biz efirimizni boshladik. Bugungi efirimizda oxirgi oyda va oxirgi yilda qanaqa natijalar bo'ldi, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi va biz hozirgi paytda nima yangiliklar ustida ishlayapmiz hamda o'tgan oyning foydasi haqida batafsil gaplashamiz. Bugungi sherikimiz biz Mirzo Qodirov bilan. Mirzo, davom eting. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli investorlar. Bugungi efirga xush kelibsizlar. Oxirgi marta efirda tadbirda ko'rishgan edik ko'pchilik bilan, ya'ni u yerda 2025-yil yakunlari bo'yicha asosiy ma'lumotlarni taqdim etdik va 2026-yilda biz oldimizga qo'ygan rejalar haqida batafsil gaplashdik. Ya'ni umumiy ma'noda 2026-yil bizda qanaqa bo'lishi kutilayotganligi haqida va mana fevral oyidan boshlab yana o'sha har oylik an'anaga muvofiq o'tgan oyda, ya'ni o'sha yanvar-fevral oylarida bo'lgan qanaqadir katta o'zgarishlar va kelgusi oylarda kutilayotgan yaqin oradagi o'zgarishlar haqida ko'proq gaplashamiz. Xudo xolasa bugunga juda ko'p yangiliklar tayyorlab qo'yganmiz. Ya'ni jamoa bilan birgalikda ularda qanaqa yangiliklar kutilayotganligini olib, hozir Timur bilan birgalikda hammasini muhokama qilamiz. Xo'p, birinchi navbatda qisqacha yangilikni aytib o'tadigan bo'lsak, shaxsan o'zimni ishlayotgan bir loyihalarim bo'lganligi uchun efirni boshida aytib o'taman. Biz yaqinda Imanum Gold hamjamiyatini rasman ishga tushirdik. Ushbu hamjamiyatda investorlarimiz odatdagi hamjamiyatlardan tashqari, ya'ni standart guruhimizdan tashqari ko'proq imkoniyatga ega bo'lishadi va ularga berilayotgan ma'lumotlar, qaysidir ma'noda kompaniyani ichida bo'layotgan yangiliklar hamda loyihalarimizda bo'layotgan o'zgarishlarni ular boshqa investorlarga qaraganda ertaroq va tezroq eshitishadi. Shu bilan birgalikda bu hozir standart guruhimiz bor edi, undan keyin Gold guruhimiz hozir ochildi. Keyingi bosqichlarda ham bizda yana 2 bosqichli guruhlar ochiladi. Bularda ham o'ziga yarasha qulayliklar hamda investorlar uchun ko'proq ma'lumotlar berib o'tiladi. Shu munosabat bilan sizlarni agar kimdir hali Gold guruhiga qo'shilmagan bo'lsa, qo'shilishinglar mumkin. O'sha ilova orqali buni amalga oshirish kerak bo'ladi va yaqin bir hafta yoki 10 kun ichida to'g'ridan to'g'ri bot orqali ham kirish imkoniyati ochiladi. Bu hozir texnik ishlari olib borilmoqda. Shunaqa sizlarni Imanum Gold hamjamiyatida kutamiz. Juda ham katta yangiliklarni nima deydi, taxlab ushlab turibmiz. Xudo xolasa birma-bir berib boramiz. Yana bitta joyda aytish kerak bo'lgan yangilik bu mana shu efirimiz yakunlangandan bu Imanum Gold hamjamiyati, ya'ni guruhida yuklanadi va ma'lum bir vaqtdan keyin umumiy rasmiy sahifalarimizda yuklanadi. Shu uchun Imanum Gold a'zosi bo'lsangiz, bu efirni qayta ko'rish, faqat qayta ko'rish imkoniyati bugunoq sizda bo'lishi mumkin. Hozir qarab o'zim mana qilayotgandim. Efir paytida jim o'tirishim ajoyib bo'lar ekan. Oldin faqat men gapirardim. Majar aka, Timur akalar bilan chiqqan paytda. Xo'p, yangiliklardan keyingi qismlariga o'tadigan bo'lsak, mana oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p ma'lumot berdik. Qatardagi safarimiz bo'yicha, ya'ni Iman kompaniyasini jamoasi Rustam aka boshchiliklarida operatsion jamoadan, savdo bo'limidagi jamoalardan, marketingdan 10 kishilik jamoa borib Qatarda
Web Summitda qatnashib kelishdi. Bu yerda asosiy qatnashishdan maqsad Iman kompaniyasiga deylik yangi hamkorliklar, yangi imkoniyatlarni qidirish, topish va u yerda yangi qanaqadir qiziqarliroq bo'lgan kelishuvlarga erishish bo'lgan asosiy maqsad. Va bu safarga ya'ni borishimiz Qatarga yanada bir keyingi darajada bo'ldi, chunki 2024-yilda borganimizda u yerda qatnashchi sifatida o'sha bellashuv, startaplar bellashuvida qatnashish uchun borgan edik va u yerda o'tgan yili o'sha anaqada e'lon qilganmiz ijtimoiy tarmoqlarda asosiy speech bilan o'tgan, ya'ni Iman kompaniyasini va Iman rejalarini o'sha yerda taqdimot qilish masalasi bo'yicha. Bu safargisida bo'ladigan bo'lsa, Rustam Rahmatov o'sha Web Summitda o'zini seksiyalari bor. Har xil mavzularda qaysidir ekspertlarni chaqirib, u yerda ma'ruzalar qilinadi. Ya'ni har xil mavzularda management, boshqaruv yoki bo'lmasam qanaqadir startaplarga oid, startaplarga investitsiya olib kelish, mana shunaqa mavzularda har xil seksiyalarda seminarlar o'tadi. Mana shu seminarlardan bittasida Rustam Rahmatov speaker sifatida qatnashdilar. Bu yerda ko'proq management mavzusida, ya'ni kuchli jamoani qurish va uni boshqarish mavzusida asosan chiqish qildilar. Va undan tashqari juda ko'p qiziqarli anaqalarni, tajribalarni o'rganib keldik. Mana o'sha tadbir davomida aytib o'tilgan edi, Iman privat yo'nalishini, ya'ni bu asosan B2B, ya'ni bizneslar yoki juda katta kapitalga ega bo'lgan insonlar bilan individual shaklda ishlash, ya'ni ularni kapitalini olib boshqarish masalasi. Shu yo'nalishda juda ko'p Qatardagi tajribani o'rgandik. Ya'ni u yerda hozir qanaqa ishlaydi bu yo'nalish, qanaqa loyihalarga investitsiya qilishadi unaqa kompaniyalar yoki umuman o'sha katta kapitalga bo'lgan investorlar qanaqa jalb qilinadi, ularga nima muhim ko'proq. Mana shunaqa mavzularda ko'proq tajriba almashinuvi bo'ldi jamoamiz uchun. Xudo xohlasa o'ylaymanki ancha keyingi rivojlanishimizga 2026-yil rivojlanishida ancha o'zini natijasini beradi bu ham. Xo'p, keyingi yangiliklardan bittasi bu mana ilovada yangilanishlar chiqqan oxirgi versiyada. Bu versiya yangilanishlarning ichida ko'rgan bo'lsanglar, storieslar bo'limi qo'shildi. Storieslar bo'limi orqali biz o'sha Imanga yangi kirib kelayotgan insonlarni ko'proq o'sha ta'lim tomonlama, ya'ni umuman investitsiya qanaqa o'zi, moliyaviy savodxonlik masalalari, islom moliyasi masalalari, mana shular haqida batafsil ma'lumot berib borish orqali insonlarni deylik o'sha savodxonligini oshirish, moliya tomonlama, investitsiya tomonlama maqsad qilingan bundan. Va undan tashqari avtoinvestitsiya funksiyasi bor edi oldin ilovamizda va u oldin deylik u darajada takomillashmagan versiyasi edi. Qanaqadir ma'lum bir chegaralari bor edi. Hozirgi kunda o'sha narsani olib tashlab 30 kun davomida siz xohlagan kunni belgilab o'zingizni kartangizni ulab qo'yadigan bo'lsangiz, avtomatik ravishda o'sha investitsiyani hisobingizga o'tkazib turishi mumkin kartadan. Bu funksiyadan ham foydalanish orqali bemalol o'sha investitsiya qilish masalasini ham qaysidir ma'noda avtomatlashtirsa bo'ladi. Chunki avtomatlashtirilmagan holatda nima deydi, va insonimiz ba'zida esimizdan chiqib qoladi, kirib o'sha investitsiyani kiritib qo'yish, boshqa. Bu yo'nalishda anchagina yordam beradi investorlarimizga. Undan tashqari ko'rgan bo'lsanglar, tashqi reklamada Ramazon oyiga atalgan kommunikatsiyalarni chiqarishni boshladik. U yerda asosiy maqsad shuki, yangi odatni shakllantirishga o'rgatish insonlarni. Ramazon oyi ko'pchilik biladi, ko'proq intizom bilan bog'liq assotsiatsiyalari bor, ya'ni deylik o'sha ro'za tutamiz yoki qanaqadir bir yomon ishlardan o'zimizni tiyamiz. Shularni inobatga oladigan bo'lsak, bu yerda ham yaxshi bir niyat bor edi. Yangi bir moliyaviy odatni shakllantirishda insonlarga bir turtki berish, yordam berish va shu orqali deylik ham bu yerda Imanni qanaqadir biznes ko'rsatkichlariga ta'sir qilsa bo'ladi. Undan tashqari insonlarni o'ziga ham nima deydi, moliyaviy savodxon bo'lish uchun, moliyani to'g'ri boshqarish uchun qanaqadir birinchi qadamni qo'yishga va to'g'ri o'sha qadamlarni tashkil qilishga ancha yordam beradi degan umiddamiz. Xo'p, undan tashqari o'sha ilovada hozir AI chatbot ishga tushirildi. Bu hozircha test tariqasida ishga tushirilgan, ya'ni birinchi navbatda bizni beta versiya desa ham bo'ladi. Hozir investorlar ishlatib ko'rishadi, keyin investorlardan qaysidir ma'noda ma'lumotlar olinadi, ya'ni обратная связь deyiladi. Ulardan feedbacklar olingandan keyin keyinchalik bu takomillashtirib boriladi versiyadan versiyaga.
no buni ham ishlatib ko'rib o'zinglarni fikringlarni bildirsanglar bo'ladi ishlashi bo'yicha. Asosiy yangiliklar bo'yicha manda shular. Timur, agar sizda qanaqadir qo'shimchalar bo'lsa. Albatta, endi qaysidir ma'noda hozirgi paytda bizani xizmatimiz kengayapti va segmentatsiyaga bo'linyapti bosqichlarga. Bu yerda hozir bitta ma'lumot bor, bu qaysidir ma'noda insider ma'lumot, ya'ni ommaga chiqarilishi qaysidir ma'noda hali mumkin emas. Bizada yaqinda yangi tariflar e'lon qilinadi. Bu tariflar o'sha hozir Mirzo aytib o'tganlaridek 4 ta segmentga bo'linadi. Birinchi segment bu oddiy standart, keyingisi Gold, Premier va Private segmentlarida yangi tariflar ochilishi kutilmoqda. Bularni sherikchilik ulushlari ham turlicha bo'ladi. 80 ga 20 dan boshlab hozirgi tarif qoladi, saqlanib. Keyingi tariflarda bu investorga ko'proq ulushlar taqdim etiladi. Buni o'ziga yarasha o'zini o'sha hisob-kitoblari, muddati va tarifni minimum investitsiya miqdoriga qarab turib bular farq qiladi va maksimum sherikchilik miqdori bu 90 ga 10 bo'ladi. Bunda endi investitsiya kiritish summasi eng kamida 1 milliard so'mdan va undan tepadagi investorlar uchun bu tariflar ishlashni boshlaydi. Qachon va qanday tartibda bu tariflar ishlashni boshlashi haqida hali ma'lumotlar aniq bera olmaymiz. Bu bo'yicha xudo xolasa rasmiy kanallarimizni kuzatib borsangiz e'lon qilamiz. Undan tashqari hozirda ko'rgan bo'lsanglar, Ramazon oyida bu Ramazon widjeti chiqarilgan, ya'ni og'iz ochish va og'iz yopish vaqtlari ko'rsatilmoqda. Bu o'ylaymizki barcha uchun qaysidir ma'noda bir qulay funksiyalardan biri va bunga qo'shimcha ravishda yaqinda yangi yana shunga o'xshagan qulaylashtirish, ya'ni ilovani sizlarga ko'proq moslashtirish va qulaylashtirish bo'yicha yangiliklar qo'shiladi va Nur degan yangi rus tilida aytganda stranichka bo'lim tashkil qilinadi. Bu bo'yicha hech qanday hali ma'lumot bera olmaymiz. O'sha barchaga qiziq bo'lsin, xudo xolasa yaqinda surpriz bo'lsin, ochilgandan keyin ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Undan tashqari o'sha oxirgi yangiliklardan bittasi e'tibor bergan bo'lsanglar kerak, o'sha yangi reliz chiqqan paytda ilovada zakot bo'limi qo'shildi. Ya'ni zakotni hisoblash bu aynan hozir Ramazon davrida ko'pchilik uchun aktual bo'lgan mavzu hisoblanadi. Zakotim degan loyiha bor, o'sha Xondamir aka Nusratxo'jayev muallifliklarida ishlab chiqilgan shunaqa bir yechim. U yerda barcha mexanikasi, hisob-kitoblari tekshirilgan va qaysidir ma'noda xulosalar olingan, ya'ni o'sha hisob-kitoblar to'g'riligi bo'yicha sertifikatlarga ega. Aynan ular bilan hamkorlikda biz ilovamizga integratsiya qildik bu narsani, чтобы insonlarga qulay, investorlarimiz uchun qulay bo'lishligi uchun u kalkulyatorga o'sha ilovani eng pastki qismida zakot miqdorini hisoblash degan bo'lim ochganmiz. O'sha yerga kirish orqali kerakli ma'lumotlarni kiritib, bemalol zakotni miqdorini hisoblab olsa bo'ladi. Ya'ni qancha zakot to'lanishi kerak har bitta investor o'zini qo'lidagi o'sha aktivlaridan, ya'ni bu yerda pul ko'rinishidagi aktivlar bo'lishi mumkin, tilla ko'rinishidagi aktivlar bo'lishi mumkin yoki bizdagi masalan kiritilgan investitsiyalar bo'lishi mumkin, kvadratdagi kiritilgan investitsiyalar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash hamma parametrlarni kiritib borilsa, kerakli hisob-kitoblarni chiqarib beradi va o'sha bo'yicha deylik zakotni miqdorini bu yilligini aniqlab olsa bo'ladi va buni bemalol to'lovini amalga oshirsa bo'ladi. Xo'p, menimcha o'sha yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shu edi. Bu yog'iga endi o'tgan yanvar oyini natijalarini aytib o'tmadik. 1.92% kompaniyani ulushi kompaniyani foydalilik ko'rsatkichi bilan yanvar oyini yopdik. Bu investorlarni deylik sherikchilik ulushiga qarab hozirgi kunda 1.60 dan adashmasam 1.80 gacha oralig'ida ularning olgan sof foydalari bo'ladi. Nimaga endi bu farq qiladi deydigan bo'lsak, bilmaydigan hali insonlar uchun aytib o'tib ketaman. 1.92 bu kompaniya sof foydani olgandan keyin uni har bitta investorlarning o'rtasida ularni deylik o'sha umumiy kapitaldagi ulushiga qarab turib birinchi investorlarning o'ziga bo'lib chiqiladi va investor o'sha foydani olgandan keyin umumiy
umumiy foydani ulushini olgandan keyin u yerda iman bilan hisob kitob bo'ladi, ya'ni sherikchilik ulushlari ajratiladi. Undan tashqari dividend solig'i to'lanadi har bitta investor o'zini o'sha olgan foydasidan. Agar O'zbekiston rezidenti bo'ladigan bo'lsa 5%, agar rezident bo'lmaydigan bo'lsa yoki yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa 10% miqdorida nalog to'lanadi va ana shu nalogdan keyin qolgan qismi o'sha 1.6 yoki 1.8 ko'rinishida ilovada ko'rsatiladi. Xo'p, endi kelajakdagi rejalar haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda eng asosiy qilayotgan, ya'ni kattaroq e'tibor yo'naltirilayotgan masalalardan bittasi bu o'sha kvadrat yo'nalishini yana ham rivojlantirish va u yerga yangi loyihalarni olib kirish bo'yicha hozir adashmasam 4 ta loyiha bilan kelishuv ustida ishlayapmiz. Bu ikkitasini o'sha taqdimotda ham ko'rsatgan edik. Bittasi bu Golden Lake turar joy majmuasi va ikkinchisi Solid Premium biznes markaz. Bu yerda o'sha to'liq qurib bitkazilgan va hozirgi kunda ishlayotgan biznes markaz bor. Hozir o'sha kelishuvlarning eng oxirgi etapidamiz. Bugun adashmasam uchrashuvimiz bor. Ular bilan kelishib o'sha hamma narsani kelishib to'g'rilab bo'lganimizdan keyin xudo xolasa yaqin kunlarda uni ham sotuvga qo'yish rejamiz bor. Sotuvga qo'yilgandan keyin bemalol kirib loyiha bilan batafsil tanishib, uni deylik hozirgi kundagi holati, qancha daromad olib kelayotgani, qancha daromad olib kelishi mumkinligi va hokazo ma'lumotlarni barchasini olgandan keyin bemalol investitsiya kiritsanglar ham bo'ladi u loyihalarga ham. Asosan shu yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz. Agar sizda ham nimadir bo'lsa, Temur qo'shib ketsangiz bo'ladi, bo'lmasa sekin savollarga o'tsak bo'ladi menimcha. Hozir aytib o'tdingiz zakot masalasi bo'yicha bizga ko'p savol berishyapti aynan zakot masalasida va oxirgi investorimizdan kelgan savolni aytib o'taman. Shu bilan keyin savol-javoblarga o'tib ketsak bo'ladi. Iman kompaniyasiga o'sha Imanum ilovasiga kiritgan investitsiya ham zakotga hisoblanadimi? Yokida masalan qanaqadir ko'chmas mulk olib qo'yganman, yoki investitsiya qilganman, bu yoqqa investitsiya qilganman, ular ham zakot o'sida hisob kitobida mablag' sifatida hisoblanadimi va qachon nisobga yetganda qanaqa tartibda chiqaraman deb savol berishgan ekan. Imanda kiritilgan investitsiyalar, ya'ni ko'chmas mulk ko'rinishida bo'lsin, investitsiya ko'rinishida, ya'ni savdoga investitsiya ko'rinishida bo'lsin, hammasi o'sha zakot bo'yicha to'lanishi kerak bo'lgan summani ichiga kiradi va biz hozir bu bo'yicha islom moliyasi bo'yicha kengashimiz bor. IFCB konsalting kompaniyasi bilan hamkorlikda. Hozir ular bilan bitta video material ustida ishlayapmiz. Ya'ni u yerda o'sha zakot masalasi bo'yicha to'liq tushuntirish olib boriladi. Ya'ni umumiy o'zi zakot nimalardan to'lanadi, aynan imanni investorlari bo'lgan insonlar u zakotni qanaqa to'lashlari kerak, qanaqa hisob kitob qilishlari kerak. Xudo xolasa buni o'sha Ramazon tugagungacha tashkillashtirishga va uni ommaga e'lon qilishga harakat qilamiz. Чтобы nima deydi, Ramazonda uni miqdorini aniqlab to'lashga ulgurishlari uchun. Yana bitta investorimizdan kelgan savol. Meni 3 ta maqsadimda investitsiyalar kiritilgan mablag'larim bor. Ularni hammasini bitta maqsadga birlashtirsa bo'ladimi debdilar. Yo'q, hozirda bunaqa imkoniyat yo'q. Faqatgina bitta maqsaddan, masalan, o'sha qolgan ikkitasidan pulni chiqarib, keyin bitta qolgan maqsadni ustiga qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha birlashtirish imkoniyati yo'q. Xo'p, unda Mirzo sekin qo'l ko'targanlarga savollarga javob berishga o'tamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, siz savolim bor edi. Imanda oltin deb aytishyotdi, qaysidir mana shu yildagi aytishyotdi, shuni shu haqida so'ramoqchi edim. Xo'p, bu oltin masalasi bo'yicha rejamizda bor, ya'ni oltin fondini yaratish. Bu o'sha navbatdagi zapus qilmoqchi bo'lgan mahsulotlarimiz qatorida bor. Faqatgina muddatlari bo'yicha hali qanaqadir ma'lumot bera olmasak kerak, chunki oldimizda hali undan ko'ra nima deydi, oldinroq ishga tushirilishi kerak bo'lgan loyihalar bor. Hozir Islomiy bank ustida ishlanyapti. Islomiy bankda deylik o'sha qonunchilik qabul qilinishiga tayyorlash masalasi, chunki qonun qabul qilingan paytda litsenziya joriy qilinsa, srazu Islomiy bank formatiga o'tish masalasi ko'tariladi. O'shaning uchun hozirda asosiy fokus o'sha tomonga qaratilganligi uchun oltin, lekin bu yil davomida xudo xolasa ishga tushirish rejamizda bor. U qanaqa ishlaydi deydigan bo'lsa, hozirgi format bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni investorlardan pul yig'iladi va o'sha yig'ilgan pulga oltin shaklida
aktiv sotib olinadi. Bu o'sha banklardan bo'lsin yoki chetdagi qanaqadir birjalardan bo'lsin va u oltinni hozir Qatardagi tajribani o'rganilyapti bu masalada ham. Ya'ni invest fondlar o'sha oltinni qanaqa saqlaydi, u oltinni sotib olingandan keyin ertaga uni saqlanish masalasi bor, xavfsizlik masalasi bor va hokazo masalalar. U katta ehtimol bilan o'sha banklardagi yacheykalarda saqlanishligi mumkin. Buni o'sha variantlarini ko'rib chiqib, ya'ni umumiy ma'noda proyektni, loyihani rejasini qilib olganimizdan keyin xudo xohlasa zapusк qilinish rejada bor. Endi ulgursak bu yil agar Islomiy bank masalasi salgina cho'ziladigan bo'lsa, keyingi yilga o'tishi mumkin. Hozircha shunaqa. Hali bank bo'ladigan bo'lsa, u qanaqa har narsaga olib berasizlar o'zi savdo bo'yicha bo'lsa, shunaqa olib ishlayveradimi bank bo'lsa, ofitsialniy bank bo'lib qanaqa ishlaydi u? Xuddi shunaqa, ya'ni Islomiy banklar ham o'zi aslida savdo bilan shug'ullanadigan bo'ladi. Hozirgi kunda mikrofinansiya organizatsiya, ya'ni mikromoliya tashkilotiga ruxsat berilgan, ya'ni islomiy ko'rinishda o'sha narsani ochish va savdo bilan shug'ullanishga litsenziya chiqarilgan va biz litsenziyani olib oldik. Va keyinchalikda hozir ikkita bosqich bor. Birinchisi mikrofinansiy bank bor, ya'ni mikromoliya banki bor. Bu bank ko'proq deylik jismoniy shaxslar bilan ishlaydi, ya'ni karta chiqara oladi, deylik o'sha depozit ocha oladi, islomiy depozitlarni va рассрочкani yoki ipotekani avtolizingga zapusк qila oladi. Keyinchalik уже to'laqonli islomiy bankka o'tgandan keyin u yerda asosan B2B yo'nalishdagi ham imkoniyatlar ham ochiladi, ya'ni kartalar chiqarish yoki bo'lmasam terminallar chiqarish, keyin B2B ga qanaqadir murobaha bo'yicha texnika olib berish, masalan, shunga o'xshash yo'nalishlar ham ishga tushadi, lekin bu sal keyinroq bo'ladigan narsa. Birinchi bosqichda o'sha mikromoliya tashkiloti hozir qanaqa ishlayotgan bo'lsa, shunaqa formatda ishlaydi. Mikromoliya bankiga o'tganimizdan keyin u bankda deylik yana qo'shimcha jismoniy shaxslar uchun mahsulotlar chiqarish mumkin bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda o'zimizda an'anaviy banklar qanaqa ishlayotgan bo'lsa, mikrofinansiy bank bo'lganda o'sha jismoniy shaxslar uchun mahsulotlarni chiqarib ishlash imkoniyati bo'ladi. Keyinchalik уже to'laqonli bankka o'tgandan keyin unda har tomonlama deylik, ya'ni B2B yo'nalishda ham, B2C yo'nalishda ham ishlash mumkin bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat kattakon. Maqsud aka qo'l ko'taryaptilar. Karimov, mikrofoningizni ochdim. Mikrofoningizni yoqib gapirsangiz bo'ladi. Uzr, men Iman Investga yangi kirganman, endi 1 oy bo'ldi. Balki savolim takror bo'lishi, boshqa bo'lishi mumkin. Javobini uzr so'rayman. Maqsad halol pul topish. Shu maqsadda investitsiya kiritilyapti. Endi ikki tomonlama shu endi islomiy jihatda hamkorlik qilayotganda uni foydasiga endi rozi bo'lgan bilan bir qatorda zarariga ham rozilik bildiriladi. Men shunga rozi bo'lib pul tikmoqchiman, lekin zarar bo'lsa qanaqa bo'ladi? Zarar bo'lsa sizlar ham shu pulni tushuntirib berasizlarmi, nima uchun zarar bo'lganligini? Tushundim savolingizni, bunga javob berib o'taman. Xo'p, zararlarni taqsimlash masalasi shunaqa ishlaydiki, ya'ni hozirgi kunda deylik, masalan, foyda olib kelinadi. Ma'lum bir oyda deylik 1 milliard foyda shakllansa, har bitta investor o'zini ulushi bo'yicha taqsimlanadi va shu asosda investor foyda ko'radi. Zarar qanaqa taqsimlanadi desa, zarari ham taqsimlanishi xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni masalan deylik, biz bu oyda qanchadir summaga savdo qildik va ana shundan qanaqadir foyda shakllandi. Deylik, misol uchun 1 milliard foyda shakllandi deydigan bo'lsak, ana shu foydaga qo'shimcha qanaqadir zarar kelishi mumkin. Masalan, deylik, oldingi muddatlarda chiqarib yuborgan рассрочкаlarimiz deylik puli qaytib kelmasa, qaysidir mijozlar to'lamasa yoki sud deylik qanaqadir bu to'lashga layoqati yo'q degan ma'noda qaror chiqarib bersa, biz uni zarar sifatida kompaniyaga tan olishimiz kerak. Ya'ni bo'ldi, bu pul qaytib kelmaydi va zarar sifatida biz buni tan olamiz va spisaniyaga chiqarib yuboramiz. Ya'ni umidni uzamiz bu pulni qaytib kelishidan degan ma'noda o'sha zarar tan olingan paytda u balansda bilsangiz, mana buxgalteriyani agar tushunadigan bo'lsangiz, bu yerda foydalar bo'ladi va zararlar bo'ladi. O'sha ikkalasi bir-biriga taqsimlanganda zarar masalan foydadan kattaroq bo'lib ketadigan bo'lsa, zarar taqsimlanadi investorlarga. Masalan 1 milliard foyda ko'rildi, lekin bizning zararimiz 2 milliard bo'ldi, o'sha oydagi zararimiz. O'shanda 1 milliard bu yoqda foyda qilganmiz, 2 milliard zarar bo'lgan, umumiy zararimiz bizda 1 milliard bo'lyapti. Ana shu 1 milliard zarar har bitta investorga o'zini ulushidan kelib chiqib taqsimlanadi.
Bu bitta ko'rinishi bo'lishi mumkin. Ikkinchi ko'rinishi bo'lishi mumkin, masalan biz 1 milliard foyda ko'rdik, lekin 500 million zarar ko'rdik. Unda bizda deylik foydamizni yarmi zararni qoplashga ketadigan bo'lsa, qolgan 500 millioni foyda sifatida qoladi va ana shu foydani biz investorlarga taqsimlaganimizda kichkinaroq foyda olishadi nisbatan. Aslida shunaqa, endi zararni taqsimlanishida zarar har xil holatda bo'lishi mumkin. Masalan deylik boshqaruvchini aybi bilan bo'lishi mumkin yoki umumiy qanaqadir bozorni qonun qoidalari asosida shakllangan zarar bo'lishi mumkin. Bu yerda asosan buni to'g'ri noto'g'riligini tekshirib turadigan islom moliyasi bo'yicha bizda kengash bor. U kengashda, ya'ni u ichki kengash emas, tashqi kengash, mana IFCB kompaniyasi bor. Mahmud Usmon, doktor Mahmud Usmon bilan birgalikda ishlaydigan jamoa bor. Ana shu jamoa bizda har yili deylik yillik hisobotni yig'ib beramiz moliyaviy tomondan. Mana shu zararni deylik istochniga, ya'ni manbasi mana bu yerdan kelib chiqqan, bu yerda bozorda mana qanaqa o'zgarish bo'lganligi uchun bu zarar bo'ldi degan ma'noda mana shunaqa bir hisob kitoblar ko'rsatilgandan keyin ular o'sha hisob kitoblarni to'g'riligini tekshirishadi va ana shu asosida bo'ldi, hamma hisob kitoblar to'g'ri qilingan ekan degan ma'noda xulosa berishadi va ana shu xulosa 1 yilda bir marta olinadi. Har yilda bir marta olingandan keyin bu narsa o'sha e'lon qilinadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu yerda zararlarni taqsimlanishi bo'yicha o'zini muayyan qoidalari bor. Agar deylik u shakllangan zarar kompaniyadagi qaysidir xodimni yoki qaysidir bo'limni aybi bilan yoki uni qanaqadir e'tiborsizligi bilan shakllangan bo'ladigan bo'lsa, bu zarar kompaniyani zimmasini o'zida bo'ladi. Ya'ni boshqaruvchi o'zini yonidan to'laydi buni zararini. Ya'ni o'zini olayotgan foydalaridan to'laydi bu narsani. Ya'ni ulush jihatdan foyda oladi. O'shandan agarki bu umumiy boshqaruvchiga oid bo'lmagan sabab orqali zarar bo'lgan bo'lsa, masalan deylik bozordagi qanaqadir o'zgarish yoki mijozlarni sifatini pasayib ketishligi yoki mijozlarda qanaqadir to'lov qobiliyati pasayib ketadigan bo'lsa, bunga o'xshagan umumiy bozor bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir hodisalar bo'ladigan bo'lsa, bunda zarar umumiy o'sha har bitta investorni ulushidan kelib chiqib taqsimlanadi hammaga. Tushunarli. Demak, qisqa aytaman. Demak, men masalan hozir 1 million so'm tikkan bo'lsam, masalan, zarar bo'lsa, o'sha 1 million so'm kamayishi mumkin, shunaqami? Shunaqa. Endi bu kamayish qaysi ma'noda bo'ladi? Deylik, masalan, siz birinchi oy kiritdingiz 1 million so'm, deylik, keyin o'sha oyda bizda foyda emas, zarar chiqib qoldi masalan. O'sha zarar chiqib qolgan paytda siz o'sha 1 milliondan ma'lum bir anaqasini yo'qotishingiz mumkin. Chunki siz ham umumiy o'sha kapital ichida borsiz va zarar umumiy taqsimlanganda siz ham o'sha zarardan nasibador bo'lishingiz mumkin. Ya'ni kapitalingizni qanchadir qismi kamayishi mumkin. Lekin bu degani, masalan, tikilgan kapitalni 50% yoki undan ko'proq yo'q bo'lib ketadi yoki umuman yo'q bo'lib ketishi mumkin degan narsa uni ehtimoli juda ham past, chunki uning uchun bizda hozir masalan o'tgan yil natijasi bo'yicha 60 mingta mijozga biz muddatli to'lovga narsa sotgan bo'lsak, %100 zarar bo'lishligi uchun o'sha 60 mingta mijoz umuman to'lamay qo'yishligi kerakda. Ya'ni bu degani O'zbekistonda qanaqadir massiv ravishda odamlarning to'lov qobiliyati kamayib ketadigan bo'lsa, urush bo'lsa, boshqa har xil nima deydi, favqulodda hodisalar bo'lsa, o'shanaqa paytda %100 zarar bo'lishligi mumkin. Ya'ni bunaqa ehtimol ham bor demoqchiman, lekin bunaqa ehtimol juda ham kam. Hozirgi kundagi masalan anaqani oladigan bo'lsak, kartinani oladigan bo'lsak. Tushunarli, rahmat kattakon. Ko'ngil xotirjam bo'ldi. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga ham savolingiz uchun. Keyingi savoli bor insonga, investorga yuzlanamiz. Islomjon Mirzayev, mikrofoningizni ochdim, savolingizni bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telegram kanalda foyda e'lon qilinadi-ku. 1.92% e'lon qilinibdi masalan. Menda ilovaga kirib qarasam 1.70% ko'rsatilganda. O'sha sababini bilmoqchi edim. Tushundim. O'yladim, unga foyda bu yerdan ko'rsatiladi o'yladim. Tushundim savolingizni. Xo'p, bizda foyda hisoblanishida shunaqa narsa borki, har bitta investor, ya'ni investitsiya kiritayotgan paytda kerakli o'ziga mos bo'lgan tarif tanlaydi. Ya'ni bu 1 yillik tarif bo'lishi mumkin, 2 yillik bo'lishi mumkin, 7 oylik bo'lishi mumkin, hozirgi mavjud tariflardan. Va u yerda sherikchilik ulushi bor. Masalan, kimdadir 80 ga 20, kimdadir 90 ga 10, kimdadir 99 ga 1. Agar bizni oldindan sherik bo'lib turgan investorlarimiz bo'lsa, ularda 99 ga 1 sherikchilik ulushi ham bor. Xo'p, endi mana shu sherikchilik ulushiga qarab turib, foyda ko'rsatkichi har xil bo'lishi mumkin. Masalan,
umumiy kompaniya foydasi 1.92 bo'ladigan bo'lsa, kimdadir sherikchilik ulushi 99 bo'ladigan bo'lsa, unda 1.80 atrofida bo'ladi foydasi. Kimdadir 80 ga 20 bo'lsa, unda где-то 1.68 lar atrofida adashmasam, hozir raqamlarda adashmayotgan bo'lsam, lekin taxminan mana shunaqa hisob-kitobda bo'ladi. Shu sababdan farq qilishi mumkin. Ya'ni bu farqning asosiy sababi sizni deylik iman bilan kelishgan sherikchilik ulishingizga bog'liq. Endi nimaga biz masalan ijtimoiy tarmoqlarda aynan investor olgan foydani ko'rsatmaymiz desa, investorlarda deylik tariflar juda ham ko'p. Hozirgi kunda masalan 4 xil, 5 xil tariflar bor, ya'ni sherikchilik ulushi har xil bo'lgan. Chunki bizda bonus tizimi ham bor. U bonus tizimi eski, oldingi davrda bo'lgan va unda ham dinamik ravishda o'zgarib turadi foydali sherikchilik ulushi. Masalan, kimdir 85 ga 15 bo'lishi mumkin, 87 ga 13 lar ham bor. Mana shu holatlarda deylik qaysi foydalilik ko'rsatkichini ko'rsatamiz deganda, o'sha bu yerda nima deydi, sporniy masalalar kelib chiqadi. Ya'ni har bitta investorni chalg'itmaslik uchun. O'shaning uchun biz ya'ni har bitta o'sha post tagida yozib boramizki, 1.92 bu kompaniyani olgan sof foydasi. Siz agar o'zingizga hisoblamoqchi bo'lsangiz, o'sha sof foydani o'zingizning sherikchilik ulishingizga ko'paytirish orqali sizga chiqarilgan sof foydani bilib olishingiz mumkin. Orada yana dividend solig'i ham bor. Ya'ni dividend uchun har bitta investor o'zini solig'ini to'laydi. Buni biz ushab qolib keyin davlatga to'laymiz biz investor nomidan. Shu sababdan farq qilishi mumkin foydalar. Hozir 99 ga bir tariflar yopilgan. Hozirgi kunda srokka bog'lanmagan holatda hammada 80 ga 20 sherikchilik ulushi. Yaqinda yangi tariflar joriy qilinadi. Unda 80 ga 20 dan boshlab 90 ga 10 gacha bo'ladi. Ya'ni shu oralig'da 4 xil, 5 xil adashmasam anaqa bor. O'rtada ranglar bor. O'sha ranglardan kelib chiqib, sherikchilik ulushi boshqacharoq bo'lishi mumkin. Lekin hozirda hammaniki o'sha 80 ga 20 bir xilda. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat savolingiz uchun. Assalomu alaykum deb yozib qo'ygan ekansiz. Ismingizni bilmayman, uzr. Mikrofoningizni ochdik. Savolingiz bo'lsa bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mirzo aka yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Temur aka yaxshimisiz? Assalomu Rahmat. Bitta savolim bor edi. Round tizimi bor edi-ku. Round tizimi o'sha foydani ushlab turish maqsadida joriy qilingan edi. Adashmasam, endi hozir bu round tizimi ishlamayapti. Bozor holati har doim har xil bo'lishi mumkin. Foyda har xil bo'lishi mumkin. Shu bozordan kelib chiqib aytaylik, bozor holatidan kelib chiqib savdo tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin round tizimi avtomatik ishlashni boshlaydimi yoki oldingidek prognozlarga ta'sir qilib foyda tushib ketaveradimi? Shu narsa menda aniq javob ololmadim. Bir-ikki mutaxassisga telefon qilishganda so'rasam javob berisha olmadi. Temur akam bilan gaplashishga vaqtim bo'lmayapti. Bu shu jonli efirda vaqtdan foydalanib shu savolim shu aniq taqdimotda ham xayolimga kelmagan ekan. Ommaga ham ma'lumcha hammaga investorlarga ham bo'lmoqchi bo'lgan investorlarga ham foydali bo'lsa kerak. Xo'p, Abdurashid aka, savolingizni tushundim. Xo'p, round masalasiga keladigan bo'lsak, u back tomonda, ya'ni bizning ichki tizimimizda bu narsa bor, hech qayerga yo'qotilmagan. Hozirgi kunda ham o'sha limitlarni qo'yib, o'zimiz ichkarida boshqaryapmiz. Faqatgina buni investorga ko'rinadigan qismini yopib qo'ydik, chunki yangi kirgan investorlar uchun juda ham bir tushunarsiz narsa bo'lib qoldi va bu narsa deylik biznes ko'rsatkichlariga ta'sir qildi. Investorlarning o'sha narsani tushunishligi, undan o'tib investitsiya kiritish masalasi. O'shaning uchun hozirgi kunda investitsiya qilish yo'lini juda ham sodda qilib qo'ydik, чтобы investorlar ortiqcha bir qanaqadir ma'lumotlar bilan, ya'ni u uchun keraksiz bo'lgan ma'lumotlar bilan nima qilmasligi uchun, zagruzka qilmasligi uchun. Lekin umumiy olganda uni boshqaruv tizimi bor. Ya'ni back orqali biz uni kontrol qilsak bo'ladi. Qanchadir summaga, qanchadir muddatga ochib qo'ysak, o'zi avtomatik ravishda amalga oshirilayotgan to'lovlar qabul qilinmaydi va u yerda deylik o'sha to'lov qilinayotgan paytda qanaqadir xato ko'rinishida aytib o'tiladi, что round hozirda yopiq, pullaringizni keyinroq urinib ko'ring, qabul qila olmaymiz degan ma'noda bir ошибка chiqadi investorda. Va mana shu orqali biz kelayotgan potokni to'xtatib tura olamiz, qanaqadir o'sha favqulodda holatlar bo'lib qolsa. Lekin hozirgi kunda unchalik darajada bir endi hozirgi holatdan anonsidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi kunda savdoni nima deydi, ehtiyoji, pulga bo'lgan ehtiyoji biz oyda olib kelayotgan investitsiya miqdoridan ko'ra balandroq.
shu sababdan hozirgi kunda raundni yopish masalasi haqida o'ylaganimiz yo'q, lekin siz aytganingizdek favqulodda holat bo'lib qolsa o'sha portfelni kapitalni kattalashtirib yubormaslik uchun bu narsani boshqaruvini qila olamiz, ya'ni tizim jihatdan. Tushunarli. Bo'ldi bu anaqa raund tizimi ishlayotgan bo'lsa yaxshida, foydali narsa. Shunaqa. Birdan anaqa yo'q bo'ldimi, bu atmen bo'ldimi deb hayron bo'ldimda. Tushunarli bo'ldi. Rahmat Mirzo aka. Xo'p aka, sog' bo'ling. Sizga ham rahmat bo'lganingizga. Xo'p, rahmat. Rahmat. Sanjar aka, agar savolingiz bo'lsa, mikrofoningizni ochib bersangiz bo'ladi. Mikrofoningizni oching. Men gapirmoqchiman, uzr. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Va alaykum assalom. Men hozir kirdim, to'g'risi agar savol berilgan bo'lsa, uzr so'rayman. Kechagina Timur yozganlari bo'yicha savol bermoqchi edim. Shariat kengashini yig'ib bizni maslahatlashyapmiz, 6 oy yoki 12 oyda bir marta foydani e'lon qilish masalasini ko'rib chiqamiz deyildi. Shu narsa qanchalik real, bu narsa qanchalik zarurati bor? Chunki buni imanning o'zi jozibadorligi oyma-oy foydani chiqarib, uni yoki rekapitalizatsiya yoki yechib olish berish imkoniyatida va bu juda ham qulay. Qo'shimcha tarzda foydalanuvchilar, ya'ni mijozlar yoki bizga sheriklar oyma-oy dinamikani ko'rib borishimizni, kelgusi qadamlarda qanaqa investitsiyani oshiramizmi, sal kamaytiramizmi, to'xtab turamizmi degan savollarga kuzatib borishimiz uchun qulay edi. Agar 6 oyda, 12 oyda bo'lsa, bu jozibadorligini ancha yo'qotib qo'yishi mumkin, murakkab foiz ishlamasligi mumkin degan fikrlar bo'ldi. Shunga bir izoh berib olsangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat. Xo'p, tushunarli Sanjar aka savolingiz. Xo'p, bu masalada hali aniq bir qaror yo'q va katta ehtimol bilan bizda bunaqa qarorga kelmasak kerak, chunki aytganingizdek har oy foydani taqsimlash bu o'sha investorlarimiz uchun eng katta qulayliklardan bittasi, ya'ni hisob kitob ko'rib turish jihatidan ham yoki o'sha dividendlarni har oy olib turish jihatidan ham. Faqatgina hozir o'sha hisob kitobda va operatsion deylik buxgalteriya masalalarida ba'zi bir masalalar bor, savollar bor. O'shani kengash bilan maslahat qilganimizda eng oson yo'li o'sha 6 oylik yoki 3 oylik, eng kamida 3 oylik anunga o'tish, tizimga o'tish degan ma'noda ular taklif berishdi, lekin katta ehtimol bilan biznes jihatdan, chunki baribir har tomonlama ko'riladi masala, faqatgina deylik o'sha kengash bergan taklif emas, balki biznes o'zini qanaqadir alternativ taklifini berishi mumkin. Ya'ni kengashni ham, biznesni ham qoniqtiradigan umumiy qanaqadir bitta o'rtacharoq yechimga kelamiz katta ehtimol bilan, Xudo xolasa, chunki bu imkoniyatni yo'qotish ham qaysidir ma'noda investorlarga juda katta noqulaylik beradi va hozirgi kunda o'sha eng kuchli tomonlarimiz bo'lib turgan bitta anaqani yo'qotib qo'yamizda, masalan, shuni inobatga olsak, bu mavzu endi muhokamaga ochildi yaqinda, katta ehtimol bilan ancha pozitivroq yechim bo'ladi, ya'ni aytib o'tganimdek bu imkoniyatdan voz kechish niyatimiz yo'q hozircha. Rahmat kattakon, rahmat. Xo'p, rahmat sizga ham. Xo'p, menimcha yana bitta oxirgi savolni olsak. Xo'p, savol bor degan foydalanuvchi bor ekanlar, shunaqa nomda. Mikrofoningizni ochib savolingizni bersangiz bo'ladi. O'sha telefonda. Assalomu alaykum. Labbi. Rahmat. Savolim shundaki, men hozir O'zbekistonda emasman. Chet davlatdaman. O'zbekistonda bank akkauntim yo'q, ya'ni kartam yo'q. O'zimni nomimdan yoki ota-onamni ism familiyasida bank karta bor. Shuni kiritib investitsiya qilsam bo'ladimi, yo'qmi? Xo'p, bu yerda ikki xil yechim bor. Agar O'zbekistonda kimnidir nomiga ochib yurita oladigan bo'lsangiz, o'sha oila a'zolaringiz nomiga akkaunt ochib, ya'ni akkaunt ham ularning nomlarida bo'lishi kerak, ularning nomerlariga, ularning nomlariga, ya'ni PNFL bo'ladi. O'sha PNFL ga ochilgan bo'lishi kerak va ularning nomlaridagi kartani ulab ishlatsangiz bo'ladi. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li bor. O'zingiz nomingizga profil ochgan bo'lsangiz, o'sha profilni deylik chet elda bank orqali to'lovli bor. Ya'ni bizning rekvizitlarimizga o'sha chet eldagi banklardan hisobimizga pul o'tkazsangiz bo'ladi va shu ko'rinishda ham investitsiya kiritsa bo'ladi.
ya'ni u yerda bankka borasiz, biz rekvizitlarimizni berib pulni o'tkazib yuboriladigan bo'lsa, u kvitansiya beradi. Ana shu kvitantsiyani olib bizda ilovada bank orqali pul o'tkazish degan imkoniyati bor va shu imkoniyat orqali kvitantsiyani ilovaga yuklab qo'yadigan bo'lsangiz, u pul tasdiqlanadi va hisobingizda ko'rinadi. Shu ikki xil usuldan foydalansangiz bo'ladi hozircha. Aha, tushundim. O'sha anavni qaydan olsam bo'ladi? Xo'p, Timur sizni hozir Telegramingizdan yozadilar. Sizga hamma ma'lumotlarni yetkazib qo'yadilar. Xo'p, siz bilan bog'lanib hamma ma'lumotlarni berishadi. O'sha ma'lumotlarni olib bemalol to'liq qilsangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Xo'p, Shahriyor aka, Umar Aliyev mikrofoningiz ochilibdi. Savolingiz bo'lsa bersangiz bo'ladi aka. Assalomu alaykum. Va parfumeriya bilan shug'ullanardim. Hozir sizlarda ko'rdim, parfumeriyani ham qo'shsa bo'lar ekan. O'shanga qanaqa qilsa bo'ladi? Shuni so'ramoqchi Xo'p, edim. hamkorlik masalasi to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, hamkorlik masalasida bitta narsa bor, ya'ni sizni hozir yuridik shaklingiz qanaqaligi, NDS to'lash-to'lamasligingiz muhim bo'ladi va u atirlarni manbasi, ya'ni agar belli tovar bo'ladigan bo'lsa, biz bilan ishlasangiz bo'ladi, chunki bizda oldi-sotdi bo'lganligi uchun biz uni kompaniya nomiga oldin sotib olishimiz kerak. Ya'ni bizni sotib olishimiz uchun siz bizga shot faktura chiqarib berishingiz kerak. Shot faktura chiqarish uchun u sizni balansingizda o'sha tovarlar bo'lishligi kerak bo'ladi. Shu ko'rinishda agar ishlay olamiz desangiz, bemalol hamkorlikni yo'lga qo'ysak bo'ladi. Hozirgi kunda ikki xil format bor. Offlaynda integratsiya qilsa bo'ladi, ya'ni o'sha tochkaga kelgan insonlarga rassrochkaga sotish masalasi bor va marketplace bor bizda hozir. Marketplace'ga joylashtirib, ya'ni tovarlarni, o'sha ro'yxatini, kartochkalarini marketplace'ga joylashtirib, biz orqali marketplace'da sotsangiz ham bo'ladi. Shu ikki xil imkoniyat bor. Lekin aytib o'tgandek, boshidagi ikkita masala asosiy hisoblanadi bizni ishlay olishligimiz uchun. MCZ bo'lish kerakmi yo yuridik shaxsmi? Xo'p, YTT bilanmi yo MCZ bilanmi? Xo'p, asosan MCZ bilan ishlaymiz. YTT masalasini aniqlashtirib ko'rish kerak. Men hozir Telegramingizni olib qolaman. Sizni o'sha savdo bo'limimizdagi insonlarga bog'lab qo'yaman. Sizga bog'lanib hamma ma'lumotni berishadi. Lekin asosiy anaqasi o'sha NDS to'lovchi bo'lishligi kerak, chunki NDS to'lovchi bo'lmasa, tovarni oldi-sotdi qilinayotgan paytda ikki marta o'sha NDS minishini hisobiga tovarni narxi qimmatlashib ketib qoladi mijozlar uchun. Bu salgina noqulayroq bo'ladi mijozlarga. Shu sababdan bu yerda o'sha NDS to'lash masalasi bor. Men hozir mana Timurga yetkazib qo'ydim kontaktingizni. Shu savdo bo'limidan aloqaga chiqib hamma ma'lumotlarni berishadi. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, aka rahmat sizga ham. Xo'p, efirimiz uchun ajratgan vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetibdi. Bugungi efirda qatnashganlar uchun hammalaringga rahmat. Xo'p, keyingi oyi 20-sanalardan keyin endi kunini yana o'sha paytda aniqroq qilib aytamiz. Keyingi efirda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol ilova orqali yoki Telegram bot, call center raqamlari orqali murojaat qilib, savollarga javoblarni olsanglar bo'ladi. Asosan mana Timur bizda communitylarga mas'ul inson. Shu guruhlarda yozilayotgan qanaqadir savollar bo'lsin, masalalar bo'lsin, aniqlik kiritish yoki o'sha to'g'ri javoblarni sizlarga yetkazib berish masalasiga mas'ul bo'lgan inson. Xo'p, hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.